Assalomu alaykum obunachilar, tikuvchi qizlar. Lozim bichamiz. Ko'pchilikning lozimlari eng ko'p beriladigan savol ichki chok qismi ko'tarilib qolyapti deb savol berishadi. Mana shu 4 santimetrni alohida ajratib olamiz. Bu orqa taraf o'sha ko'tarilish hisobiga. Lozim bitgandan keyin o'zingiz ham kiyib ko'rganingizda, o'tirib turganingizda orqa ochilib qolmasligini hisobga olib 4 santimetr matodan ayamasdan qoldiramiz. 3 santimetrli rezinka, 2,5 santimetrli rezinka qo'yganim uchun 3 santimetr rezinka haqi ajratib oldim. Boksani 4 ga bo'lib va haq qo'shib oldim. Masalan, kimdir torroq, kimdir kengroq kiyadi. Shu tepa qismini ham shunga qarab qo'shib olasizlar. 3 dan 5, 6 shunaqa qilib. Juda keng bo'lib ketadi 5 qo'shsangiz. Sirtiladigan matolarda 5-6 qo'shib beriladi atlaslarda lozimga. Qolgan masalan shtampl, paplinlarga 3 santimetr qo'shib olsangiz bo'ladi. Boksani 4 ga bo'lib. Aynan mana shu 8 santimetr chiqqanim bu razmerdan chiqiladi. Ko'pchilik 5, 4 chiqib qo'yishadi. Qismiga ya'ni. Hammasini hozir yozib qo'yapman razmer bo'yicha. 8 santimetr chiqqanim sababi aynan shu yerda o'sha ichki chok oyoq orasidagi chok qismimiz tortishmasligi uchun men ko'proq chiqib beraman. Mato kamlik qilsa ham eng kamida 7 santimetr, 6 santimetr chiqaman 48 razmeridan tepaga. Ya'ni aynan o'sha ichki chok mana shu joy tortishib qolmasligi uchun. Bu orqa qismiga 2 santimetr qo'shib olib, bu yana bir uslub. Aynan shunaqa cho'zilmaydigan matolarda shim sifat bo'lsin deb kelgan klientlarga orqa qismi alohida 2 santimetr qo'shib bichiladi. Shunda orqa dumba chiqqani hisobiga og'imiz tortishmaydi. 2 santimetr qo'shganimizda orqa chiqish 10 santimetrga teng keldi. Bu boksasi 100 santimetrga yetmagan qizga bichdim men, lekin juda ham chiroyli shim sifat bo'lib chiqdi lozim. Hozir mana oldi qismini alohida ajratib olaman. Matoyim 4 buklovda edi. Hozir 2 qavat ustki qismini qirqib olyapman. Bu oldi qismiga to'g'ri keladi. Matoni ochganimizda. Tagidagi 2 qavat orqaga to'g'ri keladi. Mana. Og'igacha o'sha 2 santimetr olib tashlandi. Shunda 8 oldiga qoldi, orqa 10 og'iga chiqish. Mana orqa tarafiga ajratib olamiz. Hozir mana videoda ko'rib turibsiz, qanaqa holatda bichayotganimni. Bu hech qanaqa bir bilmadim, men lozimlarim ichki choklari hech qachon og'ga qarab tortishmagan. Ayrim sabablarda masalan razmer o'zgargan vaqtlarda yoki matoni matoga qo'shgan vaqtlarimda ba'zi bir matolar chok tortish beradi. Shu vaqtda tortishgan bo'lsa ham imkon qadar chiqib ketamiz. Vaziyatdan tortibroq tikkanimizni tashab beradi dazmol qilgan vaqtimiz. Mana bu oldi qismi, mana oldirib olib tashlayman. Bu orqada turadi. O'tirganingizda ham orqa o'rta qism ochilib qolmasligi hisobiga. Juda ham yaxshi, qulay bo'ladi bu shimimiz. Lozimimiz ya'ni. Bichib bo'ldik, hech qancha vaqt ketmadi. 3 minut, 4 minutda bichib olasiz. Aniq o'lcham bo'lsa, aniq hisob-kitob bo'lsa. Qismlarga chiqish ham deyarli razmer bo'yicha chiqilsa qolipday tushadi. Hech qanaqa problemasi, bir tortishish, ko'tarilish bo'lmaydi. Shalvarlarda, shimlarda ham o'zini formulasi bor. Tavakkal osmondan olib qo'yib qo'yilmaydi qismini masalan. Razmerdan kelib chiqib bichilsa, o'zimizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Har doim tikishda orqa oldi o'sha og'gacha bo'lgan qismini tikib olaman. Shimda gulfik qismi deyiladi. Oldi qismi, ya'ni oldiga gulfik deb ataladi. Bu lekin og'gacha, beldan og'gacha bo'lgan qism deyiladi. Endi ichki qadam chokla. Termin bo'yicha ichki qadam chokla deb aytamiz. Shuni tikib olamiz.
shogirdlarda shunaqa terminlar bo'yicha gapirishsangiz ishingiz ham osonroq bitadi. Ko'p tikuvchilar ichki choklarni tikib olamiz yoki choklarni birlashtirib olamiz, unda tushunarsiz bo'ladi. Eshitib turib ham qiladigan qizlar bor, ko'rmasdan masalan videoni kuzatmasdan faqat eshitib turib qiladi. Shunda ichki qadam choklari deydigan bo'lsak tushunadi bemalol. Qadam chok ya'ni mana shu oyoq orasidagi chok bo'ladi. Mana deyarli bitdi. Endi pastki qismini oddiy buklov qilamiz. 1 santimetr, 1,5 santimetrda. Bu rezinka qismi. Rezinkamiz 2,5 santimetrli enlikda bo'lgani hisobiga o'sha 3 santimetr tashagan hisob kitobim bo'yicha shuni buklab tikib aylantirib tikib olaman va rezinka o'tkazish uchun ozroq joy qoldiraman. Endi u rezinka o'tkazishlarni sizlarga video qilib tashlaganim yo'q, hamma biladi, o'sha lozimimiz tayyor. Tikib olishni ham biladi, faqat bichimda ko'proq qiynalishyapti. O'z formulasi bilan, to'g'ri o'lcham olingan holatda o'z formulasi bilan tiksangiz hech qanaqa qiyinchiligi bo'lmaydi. Mana shu holatda tikib oldik. Rezinka uchun joy ajratildi. Videoyimni kuzatganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Mana tayyor.